Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resuluna seyyidil mursalin ve imamil muttaqin ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, muhterem Müslüman kardeşler, bugünkü dersimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın davamlaşıdığan, izchillaşıdığan iş hakkındaki körsetmeleri hakkında buludu. Aziz Müslüman kardeşler, dünyada muvaffakiyetlik, neticelik, ilgisini hursan kılıdığan iş, davamlaşkan, şu işni qilguvchi kishi şu ishning ahliga aylangan ve uning layoqatlik egilirdan bo'lgan ishdir. Mana bu ish eng muhim bir ish. İnsan ish qilish bir ibodat bo'lsa, şu ishni davomlashtirib qilish yana bir ibodat. Bizning maqal tamsillerimizde chiki versen echilmaydigan eshik yo'q deydigan bir gap bor. Bu demek sen zirikmisan, vaz kechmisan, tashlab qo'ymisan, davomliq tirsan, hamon u eshik sana echiladi. U yo'lning ahlidan bo'lasan degan ne uqtirib turdi birodarlar. Bugün cemiyetimizdeki nurgulluğun mağlubiyetlerge, meyli o'qishdagi mağlubiyet olsun, ticaretdeki mağlubiyet olsun, davadaki mağlubiyet, her sahadaki mağlubiyetlerge qarasak, bunun neticesi şu işning egileri sabri bilan qilgan ishida ta onun neticesini ko'rganiga qadar şu işning ahligidan aylanğanga qadar davomlashtiranmaganligida, mustahkam bo'lganligida. Bu Allah subhanahu va taolaning bir qonuniyati, dunyoda davomlashmagan ish muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Masalan, bir saypung mashinasini, tikuvchilik mashinasini misolga olsak, o mashina agar 30 yıl yingna bir o'ringa tegiriversa, shu yami teshiladi aziz birodarlar. Ta'siri ko'rsatadi. Shundaqla izchil tushayotgan tomchi suv toshnimi teshidi deydigan bir misol bor. Mana Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bu haqdagi hadisiga qarasak, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı davamlaşkan işinin en faziletli, Allah'a insanı yakın kılıdığan, Allah'ın aldığı derecesini üstürdüğün amel ikenlikini bize bayan kılıp, deydi, Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet kılınan hadiste, "Kana lin-nebi sallallahu aleyhi ve selleme hasir ve kana yuhacciruhu bil-leyli." فيصلي عليه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فصابوا ذات الليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın borusu beydi. Resulullah bazıda boru üstüde yatardı. Ve şu bora bugünkü günde Müslümanlar yatkan isil köpülünün ornu deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu keçilikte hucra kıladı. Yani keçilikte namaz okuşu Resulullah kopkan çağda aşu borunu xuddi bir to'rt atrofini to'sab namoz o'qitdi. İnson bir ibodat qilmoqchi bo'lsa, bir ibodatni qilishlikka harakat qilsa, Alloh subhanahu va taoloning bir qonuniyati, dunyoda davomlashmagan ish muvaffaqiyatli bo'lmaydi.
tüp-tüz yerde namaz okusa özünün köngülünü tizgilleyemmaydı. Eğer tar bir dairde namaz okusa onun insan özünü tizgilleyeleydi de neticede o namazı huşuk bilen okuyalaydı, huzuk bilen okuyalaydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam mana bu boğrunu keçisi hucru kılıp yani tut etrafını şu boğru bilen itip Peygamber aleyhissalam onun da namaz okuydu. Aziz birodarlar, bu hadis bizge insan maxsus namaz okuyduğun bir joyni tutsimi bo'ladiganligi. Agar maxsus namaz okuyduğun o'rin bo'lmasa, ba'zida yotadigan, ba'zida namaz okuyduğun narsani qilsa o'xshash qilsa bo'laveradiganligini uqtirib berdi. Bu namaz o'qish uchun, bu yetish uchun deb ayrimisi bu. Masalan, ba'zi mehmonxona uylar bor, onunla selingan gilemler, onunla selingan bisaklar pak-pakiza. O mehmonxona bo'lganligi uchun onun üstüge jaynamaz silib namaz o'qish ketmaydi. Şunun üstüde namaz o'qiyversak bo'laverdi. Faqat pakiza bo'lishi shart. Pakiza bo'lishi muhim. Pakiza bo'ldi, onun bilan namaz o'qisa bo'ladi. Masalan, bir inson o'zininki kiyimlari bilan kechisi yetib uxlaydi. Ertagini şu kiyim bilan namoz o'qiydi, kunduzi şu kiyim bilan namoz o'qiydi. Men bu kiyim bilan kechisi yotib uxlagan edim, namoz o'qisam bo'lmaydi, degili bo'lmaydi. Va uni Payg'ambar alayhisalom vayabsutuhu fin nahar kunduzi selib qo'ydi. Yani Payg'ambar alayhisalom uni o'ltirish uchun, yetish uchun, ishlatish uchun kunduzi sab qo'ydi, kechisi uni hujra qiladi. Va uni ustida o'ltirdi. İnsanlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın qashig'iga kelib, Peygamber aleyhissalatu vesselam namoz o'qigandek namoz o'qishga boshladi. Natijada ular ko'payib ketdi. Demak, musulmonlarning imomi bir ishni o'zi boshlasa, kelinglar buni qildi demasa, uning atrofidagi kishilar shuni qiladi, birodarlar. Bugun kishilarni da'vat qilishda ve kişilerini hakkı çağırışta biz Müslümanlığa ölgü bulmay, emeli hayatımız bilen İslam'ını ulağı ügetmezden, egzaki davet bilen, ya ki kitap arkalık davet bilen, ya ki mescidlerde ve davet sorunlarda dep koyup, ulağının kaşıdın kopup ayrılıp çıkış bilen Müslümanlar mana bu davetin tesirini görmektedir. Ular köpeyip ketdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ularning ko'payganligini, avg'anligini ko'rib mundaq dedi. Ey insonlar, sizlar ishlardan, amallardan kuchingli yetadigan, toqatinglar borni lozim tutinglar. Shuni qilinglar dedi. İslam aziz musulmonlar bu normal bo'lgan yo'l. Ya'ni hamma tarafga bir Müslümanın iqtisadi tarafiga, siyasi tarafiga, ijtimoiy tarafiga, axloqiy tarafiga, hamma tarafiga ahamiyat beradigan dedi. Bir odam ibodat qilaman deb kechasi mutlaq uxlamay qiyam qilsa, kunduzlari o'zining turmush ishlarini shu sababli bulsa, ya xizmat o'rinlaridan qolib qolsa, ya ki ticaretleri şu sebeplik akmasa, İslam mana bu ibadetini çeklaydı. Sen kechisi azroq vaqtda qiyam qilgin, qulgin, kunduzlari halal kasb uchun, kishilarning oldida xor bo'lib qolmasliging uchun ishlash uchun kechalarini azroq vaqt aramag'in deydi. Shuningdek, İslam bir kishining hayatını, dingi özemni atıvattı, ben dinin hizmetini kılaman, deb davamlık dinin hizmetini kılışını bana kılıp durup, halal ticaret kılmaydıgan, özünün halal turmuşunu çıkış nokta kılmagan haletinin menişte hem İslam yaxşı görmeydi. Çünkü Müslüman o vakti harulap kalıdı. Başkalarının aldıda itibarsız bo'lib qoladi, oila bolasini qiyinchilikqa uchratadi, turmushi buziladi, kishilarning oldida qadr qimmati yo'qoladi. Shuning uchun
İslam hamma tarafga teng ahamiyat berdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning qishig'a 3 kishi keldi. Ve Peygamber aleyhisselamның amellarini deb berilgandan keyin ular bu degan payg'ambar. Allah onun günahlarını kechirim qilgan. Biz degan oddiy bir inson. Biz oddiy musulmon. Shuning uchun biz payg'ambar qilganni qilmasdan uningdan mu oshirib ya. Uningdan mi tirishib ya qilmasak bo'lmaydi dedi. Yani Peygamber aleyhissalatu vassalam kechasi uxlaydi ekan, biz uxlamaymiz. To'y qilmaymiz, kunduzi ro'za tutmaydi ekan, biz davomli ro'za tutamiz deganda payg'ambar alayhissalatu vassalam Allohdan men hammadan bak qo'rqaman. Allohdan hammadan bak taqvosiman. Men uxlayman, kechini qiyom qilaman. Kunduzi ro'zamni tutaman, ba'zida ro'zamni tutmayman. To'ymi qilaman, bu mening yo'lim. Bu yoldan, bu sünnetin yüzü örgenlenmeden emez. Der Resulullah İslam'ın menhecini göstermez buradarlar. Şunun için bir Müslüman İslam'ın ölçümü bilen yaşaganda onun hayatının hayım xatar kep çıkmaydı. Bir tarafıga ehemmiyet verip yeni bir tarafıga sal qaramaydı. İslam hem bir tarafga ehemmiyet verişini ama şu hamma tarafni davomlashtirishni, tashlab qo'ymaslikni ta'kidlaydi. Fa innalloha la yamillu hatta tamillu. Rasululloh dedi. Haqiqatan Alloh taolo zirikib qolmaydi, sizni zirikib qolsizlar. Insonning tabiati bir ishga qiziqish bilan, jiddiy qarash bilan qiladi, aningdan keyin u ishdan zirikib qoladi. Aziz birodarlar, masalan Ramazon vaqtlarida kechalari mutlaq uxlamaymiz. Davomli Qur'on ustida, davomli kechalarni namoz o'qish bilan o'tkazamiz, duo bilan o'tkazamiz, Allohga yig'lash bilan o'tkazamiz. Ramazon chiqayotgandan keyin shu ibodatlarimizning hech bo'lmasa farzning oldidagi tahajjud qoldimi? Allah'a mahsus işkiraket namaz okup Allah'tan tilaydigan dualarımız kaldı mı? Onundan keyin ayda 3 gün ya ki bir gün bo'lsin bir ayda nafli Ramazan, nafli ro'za tutib Allah subhanahu va taolo uchun ro'za bilan ibodat qildikmi? Mana bu İslamning manhaji oshirib etmaslik va tashlab qo'ymaslik. Davom etmeniş. Mana bu vaqtda insan şu işide muvaffaqiyat kazanıdır. İslam'da amel kılış bir ibadet bolsa şu amelini davamlaştırış bir ibadet. Bir kıtım 100 bin lira Allah yolunda sadık kılıp onundan keyin to'xtab qolguncha bir kıtımlık sadıkımız 1000 lira bolsa ama onu 10 yıl davamlaştırsak bunun savabı, bunun fazileti yukarı. İnsan çoğu işini üstüge alıyordu. O işini bir kıtım kılıyordu, ahirasını çıkaramaydı. Neticede o bir kıtımlık kılgan hursellikten keyin kılanmaslık bilen ümitsizleniyordu, çüşkünleşiyordu ve ruhsuzlaşıyordu. Şunun için davamlaştırış en mühim. Nurgun medreselerge kiradigan o'quvchilarga davomlashtirolmasdan 5-6 yillik hayoti bekavib ketgan. Nurgun o'qib xizmat qil ilmga ega bo'lgan yetishgan kishilarga ular shu yo'lda davomlashamasdan 5-10 yillik ilmi bekavib ketgan. Demek İslam her qandaq ishni qilishdan burun o ishni o'ylab qilishni, planlab qilishni, oyog'iga ochiqishni niyat qilib qilishni talab qiladi. Wana inna ahabbal a'mali ilallohi adwamuha wa in qalla. Haqiqatan amallarning eng suyumliki Allah subhanahu va taologa o amallarning eng davom bo'lgani agarchi o amal oz bo'lsa. Demek
aziz Müslüman qarindoshlar, biz har bir ishini qilaylik. Ammo uni davomlashtiraylik. Dunyoda nurg'ulg'an shirkatlar, korxonalar, nurg'un zavodlarning 100 yillik, 150 yillik, 50-60 yillik tarixi var. Bugun eng danglik markalarni yaratgan, cho'ng shirkatlarga aylangan, dunyodagi kuchli korxonalarga kirgan. O bir kunda bo'lgan emas, bir oyda bo'lgan emas. Asta mansimo planliq necha 10 yil, necha 100 yilni davomlashtirish bilan bosgan. Biz Uyg'ur jamiyatida bu ish yo'q. 1 yil, 6 ay, 3-4 yil bir musulmonga qarasa, shu qadar taqvo bir holatiga 2-3 yildan keyin o taqvolik holati o musulmonda yo'q. Bir kecha uxlamay namoz o'qigan musulmondan 2 rakat namozni davomlashtirib o'qib, bir oy namoz o'qigan musulmon Allohning oldida afzal. Bir qitimda 100 ming lira Allah yo'lida sadaqa qilgandan 100 liradan 5 yil, 10 yil davomlashtirgan o Allohning oldida afzal. Chunki o natijilik, muvaffaqiyatlik va insonning qaynaqlam o'chib qoladigan tabiatidan hal qilgan bir amal bo'ladi bu. Bu davomlashtirish uchun inson o'zini shunga chiniqtirish kerak. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu amallarning eng afzal bo'lishining qatoridan jamoatni lozim tutish. Ve bir dini merce buluş insanlar. Sen cemaat bilen yaşaganda ve her qanday işlerini maslahat qiladigan, yol ko'rsatadigan, yetaklaydigan işte bir imam bo'lgan vaqtda ishni davomlashtira olasiz. Aziz musulmonlar, mana biz musulmonlar Uyg'ur jamiyatiga yana qaraydigan bo'lsak, bugun o jamoatning keynida, atsa bu jamoatning keynida, bugun bu yerda bir ustozning, bir olimning keynida, yana kin bilak ustozning keynida. Bunda halda bir musulmon amelini davomlashtira olmaydi. Ibodatini davomlashtira olmaydi. Yaxshi ishlarini davomlashtira olmaydi. Musulmon eng oldi bilan hayotda o'zi ishonchi qila oladigan bir yetakchiga ega bo'lish lozim. Va shu yetakchining soyasida bir jamoaga ega bo'lish lozim. O jamoa bilan, o yetakchining yetaklashi bilan musulmon manga vaqtda uning fikrlari o'zgarmaydi, maslahatlari almashmaydi, uning yo'lidan masala chiqmaydi va davomli xizmatini davomlashtira oladi. Şu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ahabbal a'mali ilallah advamuha ve in qalla. O davamlaştırışın yolu bu. Amellerinin en suyumliki Allah Teala'ga o amellerinin davamlaşmanı eğer az olsun. Allah'ın aldıda amelinin hacminin gerekiyor. Ama o amelinin ihlas bilen kılıngan ve davamlık bo'lgani bu Allah'ın aldıda en mühim amel. Hem bu cemiyette mi şundak? Şunun için işin davamlaşışı için birinciden bir yetakçini tutuş ve cemaat bilen bilmemiz, ikinciden Müslüman insan özünün hayatındaki işlerini çok tanışış lazım. Ya davet kılman, ya okuyman, ya ügütümen, deganga o'xshash bir sohaga butun o'zingni bag'ishlab 1 yil 2 yildan keyin endi men ma'ammidim deb buni tashlamaslik lozim. Ishning davomlashishi uchun payg'ambar alayhissalatu vassalamni
Ömer raziyallahu anhu özünün bütün melini elip kelgen vaqtda sidiq qilsam bo'pti deb Rasululloh qabul qilmadi. Yerimini aldı. Yerimini ailenge qo'yib qo'ygan, balalaringga qo'yib qo'ygan dedi. Chunki bugun hammani sidiq qilib olsa, atsi balları yeydigan, ailesiga ishlatadigan iqtisod bo'lmay qolsa, musulmon inson ishlashga muhtoj bo'lib qoladi. Va kim sadaqa qilay desa qilolmaydi u. Hammani tugitib o'tganligi. Shuna ishlarni tanfonlashtirish kerak. Qiladigan xizmatlarni tanfonlashtirish kerak. Amallarni hammani tanfonlashtirish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalam yeni bir rivoyatda saddidu va qaribu va alamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah va inna ahabbal a'mali ila Alloh adwamuha va in qallad. Sizlar qadimlarni to'g'rilanglar, niyatinglarni to'g'rilanglar, amallaringlarni yaqinlashtiringlar. Bilinglarki, sizlarning biringlarni uning amali jannatga kirgizolmaydi dedi. İnsan qanchalik ko'p qilsin amalni. Men amalim bilan jannatga kirsam bo'ladi. Voy bugungi davrida bekor o'tsak bo'lamdi. Yoki biz bunda oddiy ishlarni qilib o'ltirmaymiz. Degandek eng cho'ng katta amalni qilib shuni bilan jannatga kiraman deb amalga tayinib olganlarga payg'ambar alayhisalom sizlarning biringlarni uning amali jannatga kirmaydi. Amalda ixlos va shu amalda davomlashish insonni jannatga kiradi. Haqiqatan amallarning eng suyumligi Alloh taologa u amallarning davomlashganidir, agarchi oz bo'lsa bo'ladi. Demak, aziz musulmonlar, biz bir kunlik yoki bir oylik xizmat amal qilmaylik, ibodat qilmaylik, davomlashtiraylik. Bir kecha namoz o'qib, uningdan keyin butun kechalarni namoz o'qimaydigan. Qur'onni qo'limizga elib olsak, bir o'ltirgan vaqtda bir pora, ikki pora o'qiganning o'rniga har kuni bir safatni o'qisak, Alloh subhanahu va taoloning oldida suyumli. Bir musulmon bir yil, 2 yil Allohning dinida xizmat qilaman deb oilasini tashlab, bolalarini tashlab, iqtisodga parvat qilmay holatda minib, aningdan keyin men endi mushu yergachilik qila oldim, buningdan boshqa qila olmaydi ekanman. Iqtisod qistidi, oila qistidi deb uni tashlab qo'yganlik, bu ham bizal ibodat emas bu. Demak, musulmon o'zining hayotini tanishaydi. O'zining hayotining hammani redga soladi. Hayotining iqtisodiy tarafini, ijtimoiy tarafini, kishilar bilan olishadigan jamiyat, to'plam taraflarini hammani redga soladi va shuning hammida o'zining oilasiga vaqt chiqaradi, ibodatiga vaqt chiqaradi, o'zining qilmoqchi bo'lgan planliq ishlariga vaqt chiqaradi va hammani tartiblik olib boradi. Bu amal davomlashadigan amal. Biz bugungi kundagi Uyg'ur musulmonlarining xizmatining taraqqiy qilmasligi, tijoratining oqmasligi, ishlarining haqiqatan yaxshi bo'lmasligi biz musulmonlarning shu ishda davomli, sijillik va davomliqni uningdan saqlanmaganligini ko'rsatadi. Bir tijoratchi 10 yil shu tijoratni davomlashtirsa, cho'qim uningdan foydalanadi. Kasb egasi bo'ladi. Hatto nurg'unlagan kishilar uningdan maslahat oladigan bo'ladi. Bir hunarvan 10 yil hunarini davomlashtirsa, uning qaysi tarafi ziyon chiqadi, qaysi tarafi foyda chiqadi, bu jamiyatga qanday manfaatlik, kishilarga qanday manfaatlik, hamma tarafini u biladi. Demakki, har qanday ish egasi o'zining ishida mustahkam turish va uni davomlashtirish va shuning ahliyatidan bo'lish Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan, Alloh subhanahu va taolo rozi bo'ladigan amallardan birisi. Qisqasi, inson amalni qilish
Allah subhanahu bir ibadet bo'lsa, şu amal, şu hizmetni davomlashtirish yana bir ibadet. O vaqtda o cemiyetga, cemaatga, shaxsga, oilaga hammasiga manfaatli. Onu bu davomlashtirganlik nurg'ulg'an to'salg'ularni o'tib, qiyinchiliklarni yengib o'tib, davomlashtirganlik o musulmonning shu ishdagi aqidasi, ixlosi, samimiyati va uning shu ishda haqiqiy pishib yetilganligining alomati birodarlar. Biz Allah subhanahu va taolaning oldiga faqat Allohga bo'ysunish bilan yiqilisha olamiz. Allah subhanahu va taologa Allah Teala'ya itaat qilish bilan mertebemiz yükseladi. Allah subhanahu ve Teala'ya itaat qilish mana amallarning qilish bilan emas, qilishni davomlashtirish bilan. Bir ishda shug'ullanish bilan emas, shu ishni davomlashtirish bilan biz bu ishninki ahlidan bo'lib Allah subhanahu ve Teala'ya yaqinlasha olamiz. Aziz qarindoshlar, mana bu hadisdan biz o'zimizning hayotiga tatbiqlaydigan ishlar qanday ish qilish shariatga uyg'un, Alloh taologa yaqinlashtiradigan islomning o'lchami bilan bo'lgan ish bo'ladi ekan, u ishni cho'qim zirikmasdan, to'salg'ular chiqib qolsa to'salg'ularni yengib o'tib, uni qilish va davomlashtirish bizni Alloh taologa yaqinlashtiradigan va jamiyatda shu ish orqali kishilarning oldida ustoz, yetakchi, yo'l ko'rsatuvchiga aylanadigan va uning manfaati avloddan avlodga va bu davridan yeni bir davriga oshib mangadigan eng manfaatli, unumli amallar ekanligini Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga bu hadis bilan ko'rsatib qo'ydi. Shuning uchun bu hadisning ruhiga asosan har bir kasbni qilguvchilar kasbimizni davomlashtiradi. Yilda bir kasb almashtirmayli, yuna almashtirmayli, tijorat almashtirmayli, yo'l almashtirmayli. Shu ishimizda davomlashayli. Alloh rizosi uchun davomlashayli va Payg'ambar alayhisolamning sunnatiga amal qilish uchun davomlashayli. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.